Elyor yoki Jasur ko'cha. Jasur. Azizxon yoki Chingiz. Chingiz. Zek yoki Bekxan. Zik. Shahati yoki Ofat. Ofat tanlov, ofat yaxshi. Biz bo'ldik yani. Tavsiyasini aziz bilan. Shahati. Malades. Dedi bor bolamiz. Zinnur yoki Aziza Yakubova. Aziza Yakubovani tanimadingmi deyman. Tanidim, yozib bergan. O'zini ustida yozgani taniydi. O'tirganmiz. Menimcha Zinnur qo'lga kiradi. Ikkalasini ham to'g'risini aytaman, ko'rmaganman, kinosini ko'rmagan. Kinosini emas, sen prosta mana misol vaziyat bo'lsa qaysi birini tanlagan bo'larding? Zenura. Zinnur ha. Vodiyli Zohid TikToker, videoshi, Zohid Ummonmat, bir xil Zohid degan so'zni Zohid Ummonni gapirdi deb o'ylab qolishyapti. Videoshi Zohid yoki Rashid Gada. Rashid. Nigina yoki Murtik. Voy jala. Yomon nuqtadan ushatdi. Voy jala. Ikkalasi tarozida ikki pallasida-da. Tosh qo'ysan ham bosmaydi. Multik. Xadicha yoki Gucci. Hadicha. Roza yoki Shahina, Shahi bor-ku. O'sha. Qaysi Shahina? Ko'ti yo'q Shahi bor Dubayda. Ha, Roza kuchli ijod, auditoriyasi katta Roza. Sampo yoki Jon Prikol. Sampo, Jon Prikol kim onasini sikiyor. Odil bro yoki o'ta yomon. Hozirgi kundanmi yoki pikka chiqqan davrini hisoblang. Babshi, o'zingcha. Fikring. Odil kuchli bo'lgan. Odil kuchli bo'lgan. Odil bro. King yoki Sulton Muhammad. Kim? Kingda. Jasurni kingi. U videoshi emas-ku. King yoki Sulton Muhammad. Ha. Tamoyim. Sulton. Betta sulton ta'kiddan. 100%, 1000. Ali Banat yoki Monster. Ali Banat. Bitta qattiq savol bor, faqat kulib olish yo'q. Sherko'cha yoki Rembo. Eko dalba yo'q. Rembo aka. Rembo. Aqbala yoki Avezov. Endi Avezov bilan o'ynamagani uchun Avezov.